Bolangizni silga qarshi emlating, chunki sil havo orqali yuqadigan xavfli yuqumli kasallikdir. U asosan yo'talganda yoki aksirganda havoga chiqadigan mikroblar orqali sog'lom odamlarga yuqadi. Kasallik qo'zg'atuvchisi ko'k tayoqchasi o'pkaga kirib joylashadi va to'g'ri davolanmasa jiddiy asoratlar keltirib chiqaradi. Dori vositalarini qabul qilgan taqdirda ham, agar davolanish to'liq olib borilmasa, tayoqchalar dori ta'siriga chidamli bo'lib qolishi mumkin. Shu bois davolanishni faqat shifokor nazorati ostida olib borish muhimdir. Sil tayoqchasi quyosh nuri ta'sirida tezda nobud bo'ladi. Sil kasalligi asoratlari bo'yin va bilakdagi og'riqlar, oyoq bo'g'imlaridagi og'riq, bosh og'rishi, ozib ketish va holsizlik bilan kechadi. Sil kasalligidan himoyalanishning eng samarali yo'li bu bolangizni o'z vaqtida emlatishdir. Vaksina bolaning immun tizimini kuchaytiradi va kasallikka qarshi tabiiy himoya hosil qiladi. Shuning uchun shifokor ko'rigidan muntazam o'ting. Dori-darmonlarni faqat shifokor tavsiyasiga binoan qabul qiling va eng muhimi, bolangizni silga qarshi o'z vaqtida emlating. Yo'talgan paytda esa albatta maska taqishni unutmang.